Surxon sport kanali nomidan kelganlarga aka, olgan drabilkasiga aka bitta benzapila bonus qo'shib bera olamiz. Bitta benzapila bonus qo'shib beramiz aka. Alaykum aka. Assalomu alaykum, Murat aka, yaxshimisiz? Tuzumsiz, charchamayapsizmi? Kayfiyat yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Bugunga Xudo xolasa yana yangiliklar bilan chiqamiz. Xudo xolasa narxlarimizda ancha o'zgarishlar bor. Drabilkalarimizda sifatlarida ham ancha-muncha o'zgarishlar bor aka. Xudo xolasa bugun shu video davomida barchasini aytib o'tamiz. Bo'lmasa Meitr aka, bo'lmasa vaqt cho'zmasdan shu o'tgan safar ishlatib ko'rsatganmiz. Drabilkalarimiz nima ish bajarishini, xohlasangiz tosh, xohlasangiz yog'och chiqaradi, lekin bu safar videoni qisqacha qilgan holatda aka, aslida yana o'sha yemish chiqaradigan yemishga qaytamiz. Qo'l yemish, quruq yemish, somon press, yireng'oq presslariga va hokazo yemishlarni hammasini chiqarib ko'rsatib beramiz aka, xudo xolasa. Bo'lmasam boshladik aka. Qani bismillah. Quruq yemishdan boshlab chiqarib beramiz aka. Bu yerda aka yaqinroq olib kelsak, aslida quruq makkani qanaqa chiqaradi deganlarga aka, ko'rsa juda mayin chiqarib beradi. Yoshi qari mollar ham aka bemalol mushkul chiqarmasdan ko'radi bu narsani. Biz hozir yana somon press chiqarib ko'rsatamiz aka. Bu yerga yaqinroq olib kelasiz aka. Bu razmerimiz aka, mol razmeri. Bunda seli somon pressdan farqini ko'rasiz aka. Farqini ko'rsangiz, bu faqat mol razmeridagilari bu. Buni endi qo'yni razmeriga chiqarib ko'rsatib beramiz tomonda. Videoni buni hozir qo'yni razmeriga chiqarib ko'rsatib beramiz. Bu yerga olib kelasiz aka. Hozir uchalasini, uch xil setkasini farqini ko'rsatib beramiz. Aka, buni mayinligini ko'rdingizmi somonda? Bu mol razmerida. Mana bu o'sha dukudan chiqqan holati, oldingi holati. Endi bu uchalasini solishtirib ko'rsangiz, bu qo'yni razmeriga chiqarib beradi. Bu mol razmeriga. Mana bu narsa aslida shu danodan chiqqan holati bu. Bu yerda hozir eng asosiy qo'yga yemish beriladigan yireng'oq qo'ya. Seli mana shu pressdan hozir chiqarib ko'rsatib beramiz. Bundan chiqqan yemishni qo'y yemish susi atqa chiqarmaydi. Bu yerga yaqinlashtirasiz aka, mana chiqargan yemishimizni farqini ko'ring mana. Bu o'sha drabilkadan chiqqan holati. Ko'rdingizmi mayinligini? Uni o'sha o'tgan safar aytganimda kampir qo'ylar ham bemalol yeyoladi, bundan ish chiqmaydi. Ana bu endi
yer ham olib pressda o'zi mana eski oldingi holati bilan aka hozirgi holatini ko'rdingizda. Mana buni tomir qismini qo'ylar yeyolmaydi. Bundan chiqarganingizda aka 1 gram qoldirmasdan tozalab yeydi. Bu yerda yana bitta joyiga ahamiyat beramiz aka, ko'plar tushunmayapti. Rezetkani suqamiz. Rezetkani suqqandan keyin avtomat ko'tarib turib 3 sekund оборотga chiqib olgandan keyin bemalol yem tashlaysiz bo'ladi bunday. 1 2 3. Yumishda xizmat ketishiga e'tibor berasiz. Bu yoqda birdaniga hammasini xizmatga tashlab yubormasdan turib, bitta yumush topganingizdan keyin bunga uchga ketasiz. Yezdan ikkinchisini to'lasiz. Shomovallar motordan ag'ib ketishmaydi. Bu yarma holati bu. Bu yarma holati bunda bemalol so'zdan bir xillar qo'yga beradi, kimga nima bir atala qaynatsa ham bo'ladi. Bizda hozir faqat makkani chiqarib ko'rsatyapmiz. Bunda xuddi shunaqa bug'doyni, arpani, tariqlargacha mana shu yarma holatiga chiqarib beradi. Xoling chigit oling, xoling mana bu uzunni danagini oling, o'shanda mana shu yarma holatiga olib beradi. Albatta. Mana endi yana ham kepak holatida olib chiqarib ko'rsatib beramiz. Yarma holatida kepak. Xuddi shunaqa avtomat ko'tarib, 3 sekund. 1 2 3. Xo'p, qani? Mana bu ikkalasini solishtirib ko'rganingizda qarang, bu katta dag'al. Bu mayin. Albatta. Ko'rdingizmi? Bemalol misol uchun molga kepak qilib sevib bersangiz bo'ladi. Hozir biz bu yerda faqat makkani chiqarib ko'rsatib berdik. Bu aslida mana bug'doylarni chiqaradi, arpalarni chiqaradi, shu chiqarib tariq maydalasangiz bo'ladi. Bemalol kepak holatida olib kelsangiz bo'ladi. Bu chiqarganimiz hozir makkamiz ho'l ekan. Ho'lligi uchun mana bunaqa yopishib qolyapti qo'lga. Albatta. Quruq bo'lsa juda ham mana shu kepak holatida chiqarib beradi. Mentor aka, endi biz joyga kelyapmiz. Narxiga. Necha pul sotilyapti narxi? Aka, narxini 3 million so'm qilib beryapmiz. 3 million so'm sotyapmiz narxini aka. Magazinga sotishimiz 3 million so'm narxi. Surxondaryo bo'yicha dastavkalarimiz bor aka. Bemalol bu yerda optimga ham kelishtirib bera olamiz, donaga ham kelishtirib bera olamiz aka. Gap yo'q. 3 million so'm sotilayotgan ekan. Albatta. Bitta narsa, hamisha ko'psarimga eng yaxshi narsani tavsiya qilaman. Qulay narxlarni ham arzonroq qilib aytamiz. Surxon sport muxlislaridan kelganlarga qanaqa qulayliklari bor? Aka, Surxon sport kanalingiz nomidan kelganlarga aka 3 million so'm olgan drabelkasiga aka bitta benzapila bonus qo'shib bera olamiz. Bitta benzapila bonus qo'shib beramiz. Aka, bu 10 kunga sketka 10 kunga ketadi. 10 kun mobaynida kim uspet qilsa agar bitta drabelka olganiga bitta benzapila bonus beramiz. Do'stlaringiz agar Surxon sport nomidan kelsangiz bitta drabelka xarid qilsangiz aka bonusga qo'shib beriladi. Albatta. 10 kungacha. Albatta. 10 kungacha beriladi. Bugun sanamiz 2-oktyabr 2023-yil. Surxon kelaverasiz. Ko'rdalaringiz buni foydalaganlarini shundangiz foydalab bemalol beradi. Dugugach hojat yo'q, traktor gaplashib, katta dugug kerak emas. Aka, kunlik ehtiyojingizga qarab chiqarsangiz ham bo'ladi. Sizdan hech qancha kuch talab qilinmaydi, hech qancha rasxod talab qilinmaydi. 2 fazaga ishlar ekan. 220 ga 2 fazaga oddiygina rezetkaga ishlaydi. Kelaverasizlar. Manzilni yana bir bor tushuntirib o'taman. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov tumani. Habib bozor chorrahasida 1001 xo'jalik mollari. Kelaverasizlar. Aka, inshaalloh klientlaringiz xafa qilmaymiz. Aytib o'tdi, bonuslarni olganiga beriladi.
Albatta. Aka sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang. Mayli, xo'p.